Hozir biz yelka bo'g'imini harakat cheklanishi va undagi og'riqlardan uy sharoitida davolash usulini ko'rsatamiz. Buning uchun kerak bo'ladigan mashqlar kompleksini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Birinchi mashqimiz bu oddiy sport tovarlardan topish mumkin bo'lgan rezinka, arzon turadi. Buni nima qilamiz? Mana hozir doktorimiz ko'rsatib beradi. Ikkita qo'lga taqamiz. Ikkita qo'lga taqdik. Tirsagimiz tanamizga yopishib turgan bo'lishi kerak bo'ladi. Mana xuddi shunaqa. Tirsagimiz tanaga yopishib turgan bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar. Tanaga yopishib turibdi va uni rezki harakatsiz ochamiz. Mana ko'ryapsizlar, tirsakka yopishib turibdi, ochilib ketmayapti. Bu bizani podostniy mishtaga yordam beradi. Bu mashqimiz. O'tdagi spazmlarni olib, qon aylanishini yaxshilashib, hamda mana rezinka nimaga kerak? Qo'shimcha nagruzka yaratish, ya'ni o'sha mushakni baquvvatlashtirish uchun kerak bo'ladi. Ikkinchi mashqimiz uchun rezinkani orqadan o'tkazib olamiz. Misol uchun boya chap qo'limizga ishlashni boshladik boyadan beri. Chap qo'limiz harakat cheklangan yoki og'riq kuchli yelka bo'g'imimiz bo'lsa, mana tortamiz. Bu mashqimiz nadosniy mishtaga qaratilgan bo'ladi, nadosniy. Ko'ryapsizlar. 10-15 martadan 2-3 soat dam olib qaytaraveramiz. Bitta podxodda 10-15 marta qilasizlar, xohlasanglar 1,5 soat, xohlasanglar 2 soat dam olib, keyin qaytaraverasizlar. Bu esa 3-mashqimiz. 3-mashqimizda vrashatelniy движениyalar qilamiz, ya'ni qanaqa? Mana, rezki harakatsiz, chidamli, yoqimli og'riqda qilamiz. Juda ham kuchli og'riqlarda qilmaymiz. Qildik. Oxirgi mashqimizda bizga espander kerak bo'ladi. Bu espander ham qimmat turmaydi. Любой o'zingizlarning tumaningizda sport tovardan topsanglar bo'ladi. Bir qismini oyog'imiz uchimizga ulaymiz, bog'laymiz va yelka bo'g'imiga ishlov beramiz. Ko'rib turganinglardek. Bu bemorimizni, misol uchun doktorimiz hozir bemor rolida, mana nagruzka yordamida ishlov beryapmiz. Buni ham 15-20 marta takrorlaymiz. 2-3 soat dam olsanglar bo'ladi. Yana qaytaraverasizlar keyin. Bu mashqlar kompleksi yelka bo'g'imidagi kuchli og'riqlar va uni harakat cheklanishiga edi. O'ylaymanki, bu video sizlar uchun foydali bo'ldi. Bu videoni yana o'zingizlarni shu kabi shikoyatlardan azoblanib yurgan tanishinglarga jo'natib qo'yishinglar mumkin. Sizlar bilan Eldor Nevrodok.